Bu yerda hamma narsa to'g'ri tuzilgan bo'lsa, qanaqasiga o'tkazib ketadi? Bor to'g'rilab ketiz. Xo'p. Sardor bey, menga 100 ming dollarlik tovar berib turing, keyingi kvartalda 150 ming qilib qaytaraman. O'sha tovarimiz qolmagan. O'z paddeshi qilib turing endi. Bo'ldi aka, men hozir bitta shep bilan gaplashaylik, chiqaman, xo'p? Qirg'izistondan normalniy klient kelib qoldi. 100 minglik tovar olaman deyapti. Keyingi kvartalda shuting 150 ming qilib tushirib beraman deyapti. Nima deysan? Birinchidan qarzga ishlamaymiz. Ikkinchidan hamkorlarimiz o'zi yaxshi yetarli chet elda. Agar naqdga ishlaydigan bo'lsa, ishlaring. Bunaqa qarz qilib boshi xotirma. Bor. Bo'ldi, shep bilan gaplashib chiqarib yuboramiz. Assalomu alaykum. Xo'jaoboddagi Fazo tekstil shumidi? Kimdan so'rab kirib kelyapsiz? Qaramaysanlarmi menga? Sardor, tinchlikmi? Keling aka, nima xizmat? Assalomu alaykum. Keling o'tiring. Nima xizmat aka bizga? Shu desangiz, boquvchisini yo'qotgan bir 30 ta xonadonimiz bor edi. Shunga kiyim-kechakdan yordam so'rab kelgandim. Endi avvalambor xush kelibsiz aka. Bizani o'zimizni ehson qiladigan joylarimiz bor. Sal adashibsiz. Masala uchun. To'xtang, o'tiring. Siz hali meni eshitmadingiz-ku. O'sha aytayotgan 30 ta xonadoningizda yoshlarni yozib bersangiz, biz o'shanga qarab kiyim-kechakni to'g'rilab beramiz. Rostdanmi? Ha, rostdan. Siz nomeringizni qoldirib ketsangiz, men o'zim chiqartirib beraman. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Charchamaydi. Xo'p. Menga qarang, hozirgi kelgan odam 100 ming qarzga so'rab turibdi. Keyingi 150 ming shutingga tushirib beraman deyapti-da, yo'q deyapsan. Meni yalinib tekinga so'rab yuribdi, berib o'tiribsan. O'san nima qilyapsan o'zi? Do'stim, yaratganning bitta va'dasi bor. Berganga beraman degan. Sen ehsonni qattan ham tushunarding. Молодец ukam, hujjatlarni tez chiqargin, shunda xo'jayinning oldiga kirib turib, bitta suvinchisini olaylik. Davay. O'rtoq, ana ertalab asabiyni buzayotgan ish bor edi-yu. Rossiyadan hujjatlarimizni tasdiqlab turib, shotimizga pul ham tushirib yuborishibdi. Yo'q-a? Qani? Ko'r. Zo'r bo'pti. Ehsonning mukofoti ehson deb shuni aytishadi o'rtoq. Esingdan chiqarmagan. Mollarni tez yetkazib beringlar. Xo'p bo'ladi.